Siz ajrashib ketasiz agar mana shu psixologning gapiga kiradigan bo'lsangiz. Buni gapini yaxshilab eshitinglar, qayerda xato qilayotganligini men sizlarga tushuntirib beraman. Butun e'tiborimni erimga emas, o'zimga qaratganimdan keyin turmush o'rtog'im ham e'tiborini menga qaratishni boshladi. Diqqat bilan eshiting. Bizga, erkaklarga butun e'tibori bizda bo'lgan, mehr berishga urinayotgan, atrofimizda girdikapalak bo'ladigan ayollar yoqmaydi. Ular bizga emotsiya bermaydi va ularni biz qadrlamaymiz. Agarda kimdir sizga erkagingni e'tiborini jalb qilish uchun unga mehr ber, e'tibor ber deyotgan bo'lsa, xiyonat qilgan bo'lsa erkaging, uni atrofida girdikapalak bo'l, sandan balki e'tibor ola olmayotgandir deyotgan bo'lsa, u erkaklar psixologiyasini umuman bilmaydi. Bizga o'zini olami bor, o'zini shaxsi bor va bizni ilohiylashtirmaydigan va o'zini avvalo birinchi o'rinda qo'yadigan ayol yoqadi. Kerak bo'lsa bizdan kuchliroq va kerak bo'lsa bizdan donoroq. Chunki bizni ilohiylashtiradigan ayol o'zini ikkinchi planga, ikkinchi darajaga qoldirgan bo'ladi. Uni biz qadrlamaymiz. Ha, erkakni orqasidan ayol ergashadi, lekin aslida tabiatan biz ayollarga qarab o'samiz va ularni orqasidan erkak ergashadi. Ya'ni jamiyat va tabiat rivojlanishi, evolyutsiya uchun ayol dono, ayol kuchli, ayol o'zi uchun birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Aynan shunaqa ayolga nisbatan erkak o'sadi, rivojlanadi, mana bu tashqi olamni rivojlantirishga harakat qiladi. O'zini unutgan va o'ziga e'tibor bermaydigan, erkakka bor e'tiborini beradigan ayol uchun esa jamiyat o'zgarmaydi, erkak ham uni qadrlamaydi. Bu psixolog aytayaptiki, erkaklar o'zini qadrlaydigan, itoat qiladigan, mehr ko'rsatadigan, eriga xizmat qiluvchi ayollarni yomon ko'ramiz deyapti. Butun erkaklar nomidan gapiryapti. Birinchidan, O'zbekistondagi erkaklarni oladigan bo'lsak, uni emotsiyasi, xarakteri, madaniyati, dini, psixologik holati har xil bo'lgan millionlab erkaklarni bitta guruhga jamlayapti. Bu birinchi xato. Mantiqan ham, lug'aviy ham xato bu fikr. Ikkinchi xatosi qarshi qo'yyapti bir-biriga. Ya'ni ayollarni ikki turga bo'lyapti. Birinchisi mustaqil, talab qila oladigan ayollar, ikkinchisi mehribon, eriga itoat qiladigan, xizmat qiladigan ayollar. Vaholanki mustaqil, eriga itoat qiladigan, talab qila oladigan, itoatkor ayol bo'lishi mumkin emasmi? Bir vaqtda o'zida mumkin. Islom dini ham shuni targ'ib qiladi. Hozirgi zamonaviy madaniyat ham, zamonaviy oilada ham bitta ayol ham mustaqil, ham talab qila oladigan, ham eriga xizmat qiladigan, ham itoatkor bo'lishi mumkin va bu ayol ideal ayol hisoblanadi hozirgi kunda. Erkaklar tabiatdan ayol kishini ayrim munosabatlariga ehtiyoj sezadi. Ya'ni erkak kishini ayoli tomonidan qadrlanishi, qadr qimmatini o'zini joyiga qo'yishi, erkakni avtoritetini hurmat qilishi, erkakni qadr topishini erkaklar ehtiyoj sezadi shu narsaga. Ayoldan shuni kutadi. Ilmiy tadqiqotlarda erkaklarning aksariyati mustaqil, ochiq ko'ngilli, muloyim, mehribon, xushchaqchaq ayollarni yaxshi ko'radi. Bu bola itoatkor ayollarni erkaklar yoqtirmaydi deb xato qilishi, itoatkor deganda bu noto'g'ri tushunchaga ega. Ya'ni itoatkor mutlaq itoatkor bo'lmaydi. Ayol kishini o'zini shaxsiyatini yo'qqa chiqarmaydi. Ayol kishiga beriladigan o'zini rollari, huquqlari, majburiyatlari bor. Itoat deganda shu narsa ko'zda tutiladi. Ya'ni oilada sherikchilik, muvofiqlik, rollarni to'g'ri taqsimlanishi, o'zaro hurmat, vazifalarni tan olinishi bu ijobiy psixologik holat hisoblanadi. Bu ikkisi bir-biridan tubdan farq qiladi. Ya'ni bu psixologga bu gapi aniq ta'rifga ega emas. Ilmiy tasdiqlanmagan, ilmiy isboti yo'q gap olib chiqyapti bu bola. Zamonaviy jamiyatlarda hozirgi kunda rollar almashishi emas, ayollarning intellekti o'sishi, ayollar moliyaviy mustaqillikka ega bo'lish holatlari kuzatilyapti. Ya'ni ayollar ta'lim olyapti, ayollar ijtimoiy faol shaxsga aylanyapti.
Mana buni ko'rgan erkaklar o'ziga intellektual hamkorlikda, ya'ni aqliy salohiyati bir-biriga mos keladigan ayollarni tanlayapti va bu holat normal evolyutsion ijtimoiy tendensiya deyiladi. Bu psixolog biz yoqtirmaymiz degan fikri zamonaviy sotsiologiyaga zid bo'lgan bir qirrali mulohaza hisoblanadi. Muqaddas islom dinida er-xotinning munosabatlari mas'uliyatlarni adolatli taqsimlash, o'zaro qadr-qimmat, o'zaro hurmat, erkak rahbarligi bu zulmga emas, mas'uliyatga yo'naltirilgan bo'ladi. Ayol kishining itoatkorligi bu shaxsiyatni yo'q qilish emas. Bu oilada hamjihatlilik, oilani barqarorligini ta'minlaydigan vazifa hisoblanadi. Islom dinida ayolni itoatiga, ayolni xizmatkor bo'lishi, ayolni shaxsiyatini yo'q qilishi, ayolni qadr-qimmatini yo'q qilish, ayolni rolsiz qoldirish, ayolni shaxsiy qobiliyatlari, shaxsiy axloqlarini umuman inobatga ilmaslik degani emas. Qur'oni Karimda, hadisda, ulamolarning rivoyatlarida shu narsani bilamizki, dono ayol, aqlli ayol, fikr qiladigan, mulohaza qiladigan, oqila, eriga maslahat bera oladigan, eriga itoat qiladigan va eriga mehr ko'rsatadigan ayollar har doim maqtanib kelingan. Ya'ni psixologni biz itoatkor ayolni yoqtirmaymiz degan gapi islomiy manbalarga umuman to'g'ri kelmaydi. Bu zid. Chunki islomda ikkala sifat bir shaxsda mujassam bo'lishi mumkin va kerak hisoblanadi. Bu gapi bilan shunaqa yosh oilalarga katta xavf tug'diryaptiki, jamiyatda er-xotinni o'rtasidagi munosabatlarini buzilishiga olib kelyapti. Erkak bilan ayol kishining rolini noto'g'ri taqsimlanishi yuzaga kelyapti. Ya'ni ayollar o'ziga noto'g'ri baho berishni boshlayapti. Bu gapi bilan ayollar men agar itoat qiladigan bo'lsam, erimga yoqmas ekanman. Xizmat qilsam erimga yoqmayman. Men mustaqil bo'lishim kerak. Men shaxsiyatimni oldinga qo'yishim kerak. Men o'zimni egoyim bo'lish kerak va hokazo deb mana shu bolani ketidan ergashyapti. Borib shunaqa ijtimoiy xavf tug'diradiki, ayollarga bo'lgan hurmatsizlik yuzaga keladi. Oilaviy kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Yigitimiz umuman isbotlanmagan noto'g'ri psixologik fikr olib chiqyapti. Psixologiyada erkaklar intellektual va mehribonlikni birga qadrlaydi. Bu narsani bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Ya'ni mustaqil talab qiladigan ayol va itoatkor eriga xizmat qiladigan ayol bitta bu fazilat bitta shaxsda jamlanadi. Buni ajratib bo'lmaydi. Ya'ni uni aqli, donoligi, farosati juda yuqori, yuksaklanadi. Bunga itoatkorligi qo'shilganda shaxsiyatni yo'q qilish degani bo'lmaydi. Ya'ni bunga itoatkorlik qilishi ayol kishining oqilaligi, donoligini belgisi hisoblanadi. Endi bitta fikr, bu yigitimiz nimaga bunaqa fikrni ilgari suryapti? Nimaga bu fikrni olib chiqyapti bu yigit? Inson o'z ichida qabul qilmagan xususiyatlarni boshqalarga proyeksiya qiladi. Ya'ni bu psixolog ayollarni itoatkorligini yoqtirmasligi emas, o'zining nazoratga muhtojligini yashirib, uni erkaklar nomidan gapirib, o'zini ichki tuyg'ularini namoyon qilyapti. Bu psixolog o'zini ichki muammosini erkaklarning fikri sifatida butun ommaga tarqatyapti va o'zini kompleksini umumiy qoidaga aylantirmoqchi. Buni shunaqa belgisi bo'ladiki, agar erkak kishi o'zini yetarlicha qudratli va qadrli his qilmasa, bunga kompensatsiya sifatida ekstremal pozitsiyaga o'tadi. Unda ichidan shunaqa fikr tug'iladiki, biz itoatkor ayollarni yoqtirmaymiz. Biz kuchli ayollarni yoqtiramiz degan gap o'zini haddan ortiq mustahkam va mustaqil ko'rsatishga urinish hisoblanadi. Ammo aslida menga itoat qilishadimi degan ichida qo'rquv turgan bo'ladi. Yoki men nazoratdan ayrilib qolishdan qo'rqaman degan holat kelib chiqadi. Keyin yana bitta narsani yaxshilab bilib olinglar, bu Instagramda chiqayotgan blogerlar, pedagoglar, psixologlar trenddagi gaplarni ko'proq gapirishadi. Ya'ni odamlarga yoqadigan gaplarni gapirishadi. Bularning eng kuchli gaplari bor. Ayol kishi mustaqil bo'lsin, ayol kishi kuchli bo'lsin, erkaklar kuchli va mustaqil ayollarni yaxshi ko'rishadi deb mana shunaqa yoqadigan gaplarni singdirib borishadi. Ammo bu trend gaplarning orqasida ko'pincha mohiyatga zid ichki ziddiyatlar turgan bo'ladi. Bitta narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerakki, mustaqil talab qiladigan ayol, mehribon ayollar, eriga itoat qiladigan ayollarning bu fazilatlari bir-biriga zid emas.
bu psixolog bir-biriga qarama-qarshi qo'yib, oiladagi erkak bilan ayolning rolini o'zgartirib yuboryapti. Bu psixolog erkaklar buni yoqtiradi, erkaklar mana buni yoqtirmaydi deb, mana shu gapni auditoriyaga singdirib, hokimiyatni iroda qiladigan, qo'liga oladigan mexanizmni ishga solyapti. Xulosa o'rnida bir narsa aytamanki, bu bolani domla topib o'qitib yuborish kerak. Bunaqa chala psixolog, chala pedagog, chala oilashunoslarning gapiga aldanib qolmanglar. Shu narsani bilinglarki, yaratuvchi ayolni itoatkor, erkakni adolatli vazifa ustida yaratgan. O'shaning uchun o'zingizlarning fitratingizga qaytinglar. Ayol misli ayolliginglarni joyiga qo'yinglar. Erkak misli oilada adolat qilinglar, ayolingizga mehribon bo'linglar. Ayollar sizlar qachonki eringizga itoat qiladigan bo'lsanglar, shunda baraka topasizlar va baxtli bo'lasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Mana shunaqa chala psixologga eshitadigan va chala psixologlarga tarqatib qo'yinglar.